Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kechiringlar. Assalamualaikum. Gidi Maqsad kanaliga hoş geldinglar. Bugungi temamni o'zinglar ko'rganinglardek partiya to'g'riliq gapirmoqchi. Cumhuriyetchilar partiyasi to'g'riliq. Başlamaydan bu kompüterim arqitim kamerani ulash qilandi bu ish qilib. Sorry. Başlayverayamsa. Bugungi videom Cumhuriyetchilar partiyasi to'g'riliq so'zlamoqchi. Yana temaning o'z dillam ko'rsanglar, bir partiyadan qutulib, yana bir partiyaga tutildik dedim. Mushu temani ko'rib turibmi, yana gapimni tushunmay, "Voy, xush gapsiz" deb muboraklab partiyaga birlikda Cumhuriyetchilar bo'lib ketaylik deb gap qilgan partiyachi bolalar, ahvol so'ragan bolalar, mularga meningdan salom. Bir partiyadan qutuldik, bir partiyadan tutildik degan gapniki o'zimlam shu kompartiyadan aram bir qutulib, yana bir kompartiyaga o'xshashlan bir kompartiya bo'ldi. Bu hozir shu shundaqiligi odamniki mingsini yuyishda kompartiyadan ishib tushadigan deb ochiq gapning peshindan ochiq gap aytib, anandan asta-asta ezib birdan tushuntiray sizlarga. O'zimniki o'ylaganlari amaliy misollardan elib aytish orqali sizlarga shu partiyaniki haqiqiy mohiyatini tonish, partiyaning peshidagi odam Najmiddin to'g'riliq ashniki ideyasi, partiyaning nizomnomasi, qasamnomasi, hozir bo'linayotgan ishlar degandeklarni amaliyotini shularni hammasini o'zinglarga ko'rsatib turib, o'zinglar bir o'ylab biqib, "Ey, tafakkur qilib biqib, anandiki ish qilinglar" deb o'zimniki o'ylaganlarimni bir so'zlab boqaydigan xili uzun vaqt bo'lgan, lekin texi shu maxsus shundaq bir soat o'tirib paranglashib, bir soat o'ylaganlarimni so'zlayman deb bundaq texi ekranga chiqib qoldim. Bundan taxminan bir oy ilgirki bir videomda partiya to'g'riliq o'ylaganlarimni, ya'ni bu Kanadadagi partiya, konservativ partiyasi, liberal partiyasi, green party degandek partiyalar to'g'riliq bir ishlar bo'lgan chog'da masalan konservativniki partiyasiniki lider almashdi, anankin Garnet ismlik bir MP bor, maxsus Uyg'urlarningki ovozini nima qilish uchun, parlamentning ichida Uyg'ur uchun gap qilish uchun, Uyg'ur genosid degizish uchun qilayotgan ishlari degandek ashlarni so'zlab, ya'ni Amerikada nima ish bo'ladi, Kanadada nima ish bo'ladi, Turkiyada nima ish bo'ladi degandek shunday bir partiya to'g'riliq so'zlagan shu programmamda shu partiyaninki Cumhuriyetchilar partiyasining ismini bevosita olmasammi, lekin o'zimniki partiya to'g'riliq o'ylaganlarimni deb o'tgan. Lekin qisqa, ham odam tegiga o'ylab yetolmaydigan darajadagi bunday gaplarimni qisqa qilib bir yarim soat, bir soatlik naq maydon programmamni deb o'tgan. Shuniki oldingi videoda shu partiya to'g'riliq aylangan bir qismini kesib elib aytib qo'ydim. Ayrim bir video qilib aytib qo'ydim, chiqarib qo'ygan shu naq maydon, hozirgi naq maydon tugagandan keyin men bir 17 kun, 17 kun birga chiqarib qo'yay. Uni bir ko'rib baqsanglar bo'ladi. Bugün hazır sözleydiğim partiya tabamdi partiyanki gipini çıksak şu siyasinin gipini kalgan bulumuz siyasetçi bolmakçı hem de siyasetke aralışıdığan bazılarımız uçuk aşkar aralışımız, bazılarımız cim jürüp aralışımız degandek şu partiya to'g'riliq gapirmoqchi. Partiya, siyaset, biz özümüz Uyg'ur bo'lib tug'ilganimizniki o'zlam o'sha siyosatning ichida tug'ildik deb o'ylasak bo'ladi. Endi Uyg'urlarga yurgizilayotgan siyosatning ichida shu biz Uyg'ur bo'lgandan keyin biz shu siyosatning ichida mayli siz yushirin qilayotgan bo'ling, mayli oshkora siyosatga aralashayotgan bo'ling, shu Uyg'ur masalasiga o'sha doir bir narsalar bilan ish qilib biz o'zimiz Uyg'ur bo'lgandan keyin hammamiz shu siyosatning ichida. Hammamizniki siyosat to'g'riliq, siyosiy faoliyatlar to'g'riliq so'zlash huquqimiz bor, o'ylaganlarimizni, fikrlarimizni deyish huquqimiz bor. Men bugun o'zimning o'ylaganlarimni so'zlayman deb o'tirg'a chiqdim mana. Siyosat mavzuniki bir uzundisi bor-ku, olam daryodir, siyosat kemisiz daryodan o'taman dema deb. Bu o'zimdan shu men
Abamdan alğandayım ama 60-cı yıllarda şu kişilerlik hatta toylarda toy qilgan chog'lardamu hozirgi toylarda bit qo'shiq aytishadi-ku. Shu chog'lardagi toylarda mavzuning uzunlarini aytish shu moda bo'lgan ekan deyman ama yoki bo'lmasa shunday bir iqim shunday ekanda shu chog'dagi partiya naqshlari bor. Ashani hozir misolga olib shu partiyaningki shu naqshlarni misol qilib hozirgi Cumhuriyetçiler Partiyasining ichidagi qo'shiqlarni misol qilib o'zaro solishtirib qilayotgan ishlarniki qilib bo'lmayotgan ishlarniki naqadar bir hozir kulgilik desam ochig'inlar keldigani partiyachilarniki zitotiga ketmasin. Endi men hozir birdan so'zlab o'tsam birdan misolga olib o'tay. Mavzuniki o'zimizda shu siyaset doğruluq deb şu alem daryodur siyaset kimsiz daryodan o'taman dema deb shu chog'lardagi eng dangliq uzundilarniki bir ekanda naqshlari bir-birsidan ilg'i sizlar to'rlarda twitterlarda hozirgi shu madaniyat inqilobidagi naqshlarning qaytadan yamrab ketayotganligi to'g'riliq degandek shu naqshlar bor-ku. Shularning ichidagi misollardan birini balkim sizlar anglab boqmagan misoldan birini qo'shib qo'yay. Ananıgen saltırıp Cumhuriyetçilarniki qo'shiqlarini qo'shib o'zaro solishtirib, ularniki qilayotgan ishlari bilan Kompartiyaniki qilayotgan ishlaridagi shularni solishtirib sizlarga shu o'zinglar bir yaxshi o'ylab beqinglar demoqchi. Bu partiya uzundilariniki naqshi Jungodan chiqdi, Mavzudong Sharq qizardi degandek naqshlar bor-ku. Shunday naqshlarniki ichidan yana bir naqshi biz kichik chog'larda paranglashgan chog'larda cho'nglardan bak so'raydiqda madaniyat inqilobidagi gaplarni qilib beradi cho'nglar. Chog'lardagi naqshlardan biri yodimda borini deb beray sizlarga. Biz yugung avlodi kurash jonishjon, qalbimiz qizil cho'g' muskulimiz gang deb aytilgan bir naqshi bor. Yugung tog'ni o'tkaydigan Xitoylarniki bir rivoyatga o'xshash bir hikoyasi bor. Yugung bilamsizlarkin avlod miros qoldirib o'sha tog'ni dengizga tindiradigan dengizni tindirib tog'ni o'tkaymiz aqlimiz kuchimiz mavzudan sisham o'sha bir naqshi bor mavzuning to'midan kuch quvvat eli yenimdeki bizniki hozir biladiganimizga shu Meyo Shinjungo Meyo Gongchandong degan naqshni bilamiz. Ananiki hozir men deyotgan naqshiniki butun qismini shu hozir videomda saqlanib qolsin, tarixda shunday bir naqshim bor ekan deb bilib qolinglar. Biz yugung avlodi kurash jonishjon, qalbimiz qizil cho'g' muskulimiz gang. Dengizni tindirib tog'ni o'tkaymiz, aqlimiz kuchimiz mavzudan sisham. Yer yerilsa yamaymiz, asma yıkılsa yülaymiz. Polada ketmem bayel gidemildik, kağız yuvasını kılımız talkan. Yani kichik chog'larda ajab aniq esimizda qolib qoldi ekan desa, kichik chog'da cho'nglarniki aytgan naqshlarini biz paxta terib yurib yo degandek shunaqa chog'larda madaniyat inqilobidagi gaplarni shu chog'dagi naqshlarni shu opamlarga aytkizib bak qiziq qiladiqda shu naqsha videolarimda shunday saqlanib qolsin madaniyat inqilobida shunday naqshlar bor ekan deb. Shu 60-cı yillarda shu chog'larni tortib Amerikani tillaydigan naqshlarning ichiga qetib yurib qog'oz yo'losini qilimiz talqon deb. Shundoq shu elektrokman o'zimizniki turishliq davlatlardagi partiya to'g'riliq so'z to'plagan bir qism uchurtirib bo'ldi. O'shani o'zinglarningki turishliq davlatdagi partiyalarningki ahvoli qandoq, ularningki partiya badal puli qandoq, kirish usuli qandoq, qasam berish degandek ishlarni birdan sizlarga so'zlab boqay deb bu videoga chiqib mazaq boqay deb chiqdim. Endi u partiya a'zolariniki hozir o'rganish qilayotgan siyosiy o'rganishlarni anglamagan emas, soatlab o'tirib anglagan, ayrim dars qilib anglagan, bunday desam bo'ladi.
Anandan keyin men sizlarga ularni so'zlashdan ilgari elektron sizlarga bir qism ovozli uçurlar, shu partiya to'g'riliq so'zlangan mazmunlar qatorliqlarni tang ham baharlamoqchi. Endi bularni ham baharlashimda bunda yana bir sababim bor deb sizlarga bir nimani misol qilay. Bir Tajik balniki YouTube kanalini tavsiya qilay, ko'rib baqsanglar bo'ladi. Uniki qilgan ishlar qandoq desanglar, shu naq maydon taqtidi. Naq maydonda shu soqchi organlariga, siyosiy ishlar prezidentning yordamchilariga degandek ayliqi ish naq maydondan telefon qilib boshqalar bilan paranglashgan ovozlarni shu YouTube kanalida taqtidi. Tajik bala tili, Tajik butunlay Tajik tilida so'zlangan. To'xtanglar, men ashuni bir izlab tepib sizlarga share qilib ko'rsatib ismini shuni qo'shinglar. Uyg'urlar to'g'riliq so'zlagan bir videosida shunday qiliqi 5-600 ming qatim ko'rilgan Tojikistondagi bizniki Uyg'urlarniki ovozini anglatayotganlarni men uchratgan bu tojik bola biz to'g'riliqmi xili bir narsani so'zlaydi ekan. Ashuniki videosidan misol qilib sizlarga meniki elektron qilmoqchi bo'lgan ishimmi Mushunikiga o'xshab qoladi deb sizlarga shuni ko'rsatmoqchi. Ozarbayjonniki ozodlikni e'lon qilgan vaqt ekan. Men bevoslam screen share qildim hamsa. Bir tojik balniki ismi Abdurahmon ekan. Shuniki videolar qarab yaqinlam. Shunday videolarni ishlasanglar bo'ladi odatda. Bizniki kanallarimiz chiqsin, shunday so'zlaydiganlar ko'p chiqsin deb yurib sizlarga در تاجیکستان ممکن است. اپارات پرزیدنت با ما گفته است اگه سطر ایجاب ممکن است. سلام علیکم برادران و خواهران عزیز. یک چند ثانیه مالا. من نمیدونم که از چی بگم. و برای این ویدیو که از ما کردم اگه سخنه یعنی من هم اپارات پرزیدنت زنگ زده گفتم که نمره شما را دادم به من. Ama videoni sizlarga ko'rsatishimdagi maqsad faqat Xitoy hukumatining necha o'n yillardan buyon ilib berayotgan natsistlarcha qirg'inchilik Oy. Kechiringlar. Bir uzilib, bir chiqib, bir uzilib, bir chiqib. Ana kelgandim qayerda uzilib qoldingmi u? Bir sizlarga bir tojik balniki bir kanalini tanishtirdim. Tojikistondagi Uyg'urlar haqida chiqayotgan uni bir 7-8 oyniki oldida ishlagan video ekandimi? Uniki boshqa videolarniki asosli xarakteri qanday desa, u balniki video ishlash usuli naq maydon taqib, naq maydonda shu bir dilolarniki tafsiliy ahvolini o'qish jarayonini surishtiramdi. Shu prezidentning atrofidagi bir kimlarniki tuqqanlari bilan paranlashamdi degandek shunday shu naq maydondan boshqalar bilan so'zlashgan ovozli uchurlarni taqtidi. Endi turib men bu partiyadagi partiyaga munosabatli bir qism ovozli uchurlarni ham bahlagan joyda ajab bir ish qilibdi deb o'ylab qolmanglar. Bu media qildigan odamga nisbatan aytgan joyda shu jurnalistlarniki bir qism shunday qilib
Masalan, çoğun prezidentlarninki mavazlık uçurlarını aşkarlaydigan degandek işler boldu. Bu media sahasida jurnalizm qarta ba'zilari çoqum qilishga tegishlik. Meningki bugün so'zlaydiganlarim shu bahlamoqchi bo'lgan ovozliq uçurlarninki hamsi shu bir jurnalizmninki bir qismi bu Cumhuriyet Partiyasininki to'g'ri tushunish, Cumhuriyet beshidagi odamninki haqiqiy mohiyatini sizlarga to'g'ri ko'rsatish da bir rol oynamdikinde başına bir kısım avazlık uçurlarını sizler bilen bahirlemek şunu misal qilib, Tojikistondagi Abalniki YouTube kanalini bir misal qilib sizlarga videosini ko'rsatib qo'ydim. Shuni Ahmedni taqib telefonlashgan paranlarni. Shu nim demoqchi, siyoset to'g'riliq shunday gapni boshlab ketdim size. Şu çoğunlardan aşındak medeniyet inqilobiga hikoyalarni anlaytdik. Meningki 2006 yılı deymi, 2006 yılı ya. Meningki momam 94 yaşında alınıp ötken şu anamdan anlagan nurgun hikayeler var. 94 yaşlık o medeniyet inqilobida burunqi o 30 yıllardaki şu 19-17 kichik chaqlarda ish qilib, momamniki kichik chaqlarda shu Ruslarninki bizniki vatanga kirgan chaqdagi bo'lingan ishlar to'g'risida bir hikoyalar bor. Anlaganlarimni birdan so'zlab, ularni keyingi bir live stream qilganlarda so'zlab o'tay. Madaniyat inqilobiga boyagi siyosiy naqshlar, undan burunqi partiyaniki yangi dastlabda qurilgan vaqtdagi 1921-yillarda haqlarniki qilayotgan shu qasam berib kirishishlar bilan hozirgi qasam berib kirishishlarni sizlarga silishtirib, sizlarga hozir qilayotganimiz Najmiddinki qilayotganimiz bizni 100 yil keyniga suryapti. 100 yil shu burunqi ishlarni, Xitoy qilgan ishlarni hozir bizga qilg'izyotdi demoqchi. Başlarını sizlerge göstermekçi. Bir kısım videolarını ben bu yedim bahirlab o'ltamsammi, şu to'rlarda casusluqqa ait kesib elingan videolar bor. Pidaylar ekranda so'zlatgan Uyg'urlarninki bir-birisiga tashkilotlarning ichiga odam kirgizish, har qaysi davlatlardagi shu partiya a'zolaridan shu davlatdagi Uyg'ur jamoatining ichidagi ahvollarni egallash, nima ishlar bo'lyapti. Bo'layotgan ishlarning hammasini Xitoy Uyg'urni Xitoyga ishiltimiz, jasuslik qilamiz deb taraflarga jasus chiqaryotdi. Bu Najmiddin Uyg'urga jasuslik qilib, butun dunyodagi har qaysi davlatlardagi Uyg'urlarning ahvolini o'zi bashqo'ldek ayon bo'lib, shunaqa shu o'zi hammani bilib turish diktatorlik ideyasi Xi Jinpingnikidan kuchlikan deb aytaman o'zimniki shu paranglashgan derslerini anlagan, bütün videolarını görüp, ananıkin casusluqqa ait deyilgen gapları, degandek işlerin hammasini bir yig'inchoqlab, o'zinglar o'ylab baqsanglar, o'zinglar shu qilayotgan ishlardan Xitoyninki qilayotgan ishlarini solishtirsak, biz bak iliqiy. Bu xulosamni sal turib gap qilay. Hozircha xulosamni aniq ochiq elimi aniq maydonini bildirib bo'ldim, başlamaylar deb o'yladim. Endi partiyaniki o'ziga kelsak, partiyaniki nizomnomasi, shu partiyaniki shu to'r betiga kirsanglar, shu PDF shaklda tushirgili bo'ladi ekan, shu hatto shu hamma nima uchiq bor shu nimada. Bulardan hech qanday bir xatolik topolmaysiz. Hammasi intayin to'g'ri gaplar. Shu to'g'ri gaplarniki o'zi partiya shu Cumhuriyet Partiyasidan savol so'ragan chog'da ba'zi javob berolmaydigan savollarga o'tilib kelib qolgan chog'da shu partiyaniki nizomnomasini o'tirg'a chiqib so'zlaydigan, ma'ni so'rasa ana javob beradigan, savolga javob berish usulini bu partiyaniki nizomnomasi nimaga o'xshaydi desanglar, shaxlatib setishga qatnashib baqqanlar biladi. Editor bu shaxlatib setish to'g'riliqmi so'zlayman. Yunnanga shaxlatib setishga qatnashgan, hamda Dongbey tarafdami bir turkum qanchinchilari, men o'zim bevosita shu peshimdan kechirgan shu shaxlatib setish qildigan bolalar bilan birlikda shularning gaplarini hammasini bir ko'rib anglagan. Bu shaxlatib setish, odam yig'ish, odam to'plash, shaxlatib setishdiki odam yig'ib pul to'plab
pul tepishninki mahiyeti bilan Cumhuriyetçiler Partiyasininki odam yig'ib pul to'plash bilan jiq farqi yo'q. Ularniki hozir sizlarga shu farqi bilan farqsiz taraflarini bir kurs sizlarga solishtirib jarayonda sizlarga shaxiltib setish to'g'risida shu burun o'zim Dongbeyninki Xuludao degan shahar tarafda shu bir turkum Uyg'ur yosh bolalarniki qilgan ishlarini shaxiltib setish jarayonidagi ularniki brainwash color yuyishninki tartibiy jarayoni degandek ashlarniki solishtirsanglar ma hozir Cumhuriyet Partiyasininki har haftada necha qatam shundoq kishilar bilan shu nizomnomalarni o'rganish, siyosiy o'rganish qilish hamda siyosiy o'rganish qilish ashlar bilan ayliqi shaxiltib setishning ichidagi ming yuyish usullari bilan o'xshash. Bu shaxiltib setishda shundoq ayliqi o'zininki kuchlik arzusi, ya'ni boy bo'lish arzusi shuningdan foydalanib turib kishilarni yig'ib odam to'plab shundoq ko'ziga hech nima ko'rinmaydi, faqat shunga shaksiz ishonadi. Shu odam tepib shaxiltib mancha odam akasi uniki mancha % puli o'ziga keladi degandek shundoq setishninki shundoq ideyasida menisi yuzilib ketib butun Asiyada faqat odam to'plab onundan kiradigan kirimni hisoblab shaxiltib setishninki darajalari bo'yicha pul topadiku, unga shu o'ziniki boy bo'lib ketadiganligi shaksiz ishonadigan shundoq bir brainwash deb o'tirdi, shundoq men uydigan shu bir jarayoni bor. Shuninki jarayoni bizniki hozir Uyg'urlarning ichida bo'layotgan partiyaniki siyosiy o'rganish jarayonidagi kaluyush bilan o'xshab ketadi. Butun shu vatan sevgisi intayin kuchli bo'lgan bir qism yoshlar bo'lib kichik yoshlar deb olay. Bizningki vatan qurish orzuyimiz, istikimizdan foydalanib odam to'plash, bularni hozir qilayotgan shu nima qilasizlar, shu sistem barpo qilyapmiz. Amaliy qilayotgan ishlarchi shu sistem barpo qilyapmiz, siyosiy o'rganish qilyapmiz, siyosiy turkum shu mushuna bir turkum odamlar bilan bir tashkilotimiz. Beradigan javobi shu. Anlasanglar qaramaqamiz to'g'ridek turdi. Sizlar shu gaplarini anlasanglar, nizomnomalardan anlasanglar bundan hech qanday putaq chiqarolmaysizlar. Xuddi shu shaxiltib setishninki men uyish jarayonidagi shundoq sen mancha odam ekansan, mancha pul keladi, andan keyin mancha vaqtda mandaq bo'ladi, sen mandaq boy bo'lib ketsan, mandaq boy bo'lib ketsan degan hisoblash usullaridan tortib qo'yib, o'shaniki hammasi partiyaniki siyosiy o'rganish jarayonida shu sizlarni shu siyosiy tashkillanib shu bir cho'ng bir nima barpo qilib men bu mazmunlarni takrorlamasam ham mesela shu fidoyilar ekranda hamda o'ziniki YouTube kanalida shunday leksiyalar boshlardan so'z anglasanglar u anglab ha shundoq ekan deb oqidan agishib ketavermay o'zinglar bir tafakkur qilib o'zinglar bir o'ylab qaysi ishniki to'g'ri xato ekanligini bir o'zinglar bir nima qilsanglar demoqchi tafakkur qilib to'g'ri xatoni aniq ko'ringlar deb hammasi hozir mushtabda partiyaga yurish qilib ketib boradi-chu. Yurish qilganligi yaxshi, tashkillanganligi yaxshi, bir nima qilganligi yaxshi, lekin uningdagi maqsad muddo orqali bu kishilarningki bizningki bu vatanga bo'lgan sevgimiz, vatan qurish orzuyimizdan foydalanib turib mana bir ishlarni qilsa aniq ko'rib yetalishimiz kerak biz uni. Hatta shu leksiyalarni anglab turibmi, leksiyalarni anglash jarayonida hatta shu qilayotgan ishlar to'g'ri buning nari xato deb boshdan inkas yozgan qarindoshlarni ko'rdim. Partiya a'zolari bo'libmi talvalarga odam bilan urushadigan, so'qishadigan bir haq ning davodido mani deganni o'ylab baxmaylam butunlay shu partiyaning to'g'ri shu qilayotgan ishlar to'g'ri, bizning yo'limizga kelinglar, bizning qilayotgan ishimiz to'g'ri deb bir xillik shunday rasmiy mau kompartiyaniki hozir chet eldagi bir qism Xitoy o'quvchilar bor, masalan misolni videoning o'zidan ko'rsatib qo'yay. Shu ay gungchandan zala deb boshqalar bilan paranglashib intervyu berganlarda communism, I love communism degan bir qism junguluq o'quvchilarni
nim qilgan ziyorat qilgan shu Xitoy bolaniki gaplari hammasi shu videolar elib men saqlab qo'ygan elektro başlan qilay. Bu hozir Cumhuriyet Partiyasiniki ichidagi yosh partiya a'zolarininki shu to'rlarda shunday yozgan, qaytargan inkaslari shu mengisi yuyilib ketgan Xitoy o'quvchilarininki Kompartiyani yaqilishi bilan bu partiya a'zolarininki Cumhuriyetçiler Partiyasini yaqilab turib degan gaplar bilan o'xshashgan. Shunchalik darajada berib ketibdi. Hozir hammasi yurishga bu yangilik, bu Uyg'urlarninki Uyg'ur davodagi bu bir xil yangilik deb o'ylaydi ekan, amaliyotda bo'lsa Xitoy Kompartiyasiniki 70 yil, 100 yil burungi shu qasam berishlari bilan shu Xitoyninki qilayotgan ishlarini burun 100 yil burun boshlagan ishlarini bizga endi qilg'izib, shu ishlarni bizga boshlatqizayotganini jimdan. Sizlar o'ylab yetolmayapsizlar, hammasi shu va deb hayajon bilan qaltisgan deb darslarni olsanglar hayajonlansizlar, leksiyalarni olsanglar hayajonlansizlar degan gaplarni keyin hammasini to'g'ri deysizlar. Amaliyotda uningki mohiyati qandoq misol qilamaylik, shu josus to'g'riliq so'z degan, masalan shu boshqa tashkilotlarga josuslik kirgizish degan. Nima deydi? Bizniki bir istixborot sistemimiz bo'lishi kerak deb. Shu gaplarniki shu aslo to'g'ri deb yozgan inkaslar bor. Shunimi to'g'ri degan bo'lsangiz, Xitoyninki bizniki oila uylargacha kirgizgan josuslik ishlarini kimnimi hamsi to'g'ri deb o'ylaydi ekansiz hamsa. O'sha desak bo'ladi. Siz bu josuslikni to'g'ri deb qaragan bo'lsangiz, Xitoyninki josuslik qilmishlarini hammasini to'g'ri deyishga to'g'ri keldi u chog'da. Bu bir kameraninki ostida yashash, bir davlatning ichidagi jamoatning ichiga Aşiyadaki bulunayotgan ishlarni, bulunayotgan gaplarni Najmiddinga partiyaga to'shish bu unethical nima deymiz? Axloq qismiga yetgan chog'da bir jamoatning ichidagi gap moyada mundaq ishlar bo'ladi deb gap to'shishniki o'zim yaxshi emas u. Ananki shu jasuslik to'g'risida so'zlagan bir videosini yaxshi qarab baxsanglar, bir nadan hozir nima qilsam, gaplarini yaxshi anglab baxsanglar nima deydi desa, masalan shu tashkilotga kirib, tashkilotni partiya darajasiga ko'tarish, ularning sistemasini yaxshilashga yordam berish deb. Gaplarni olsanglar shunday chiroyli anglandi, lekin u gapniki tegini, maqsadini men hozir sizlardan savol so'rab boqay. Bir tashkilotga kirib, tashkilotning sistemasini partiya darajasiga ko'tarish deganiki amaliy ish bilan hisoblasanglar, amaliy ish bilan desanglar u nima bo'ldi endi? Bir tashkilotni partiyaga o'zgartirgan gap bo'lamda? Tashkilot degan tashkilot ama onu partiya darajasiga ko'tarish degan nima? Endi u tashkilotni butunlay yo'q qilib tiplamanda masalan bir misolni olaylik. Dunyo Uyg'ur qurultayini bir tashkilot desak, o tashkilotning ichiga odam kirgizib, Dunyo Uyg'ur qurultayiniki bu bir tashkilotni partiya darajasiga ko'tarish degan gap nima bo'ldi? Dunyo Uyg'ur qurultayi degan bir tashkilotni yo'q qilib, Dunyo Uyg'ur partiyasi qil degan gap bo'lamda endi. Birni biriga yo'q qilib qil degan gap bo'lamda endi. Tashkilotlar bilan hamkorlashimiz, undaq qilamiz, bundoq qilamiz degan gaplarniki hammasi eg'izda deyilgan gap. Uningki mohiyati undaq emas. Masalan, shu ovozliq shu degan gapniki o'zirinlamday oldi bilan partiyaniki turini, bu partiyaniki beshida qandoq nima qilibdi, ta'bir berib boshlabdi desa, partiyalar, bu siyosiy partiyalarning turi ikki xil bo'ladi. Birisi siyosiy partiya, ya'ni shu davlatningki o'ziniki turishliq davlatningki hokimiyatiga aralashadigan davlat, uni siyosiy partiya deymiz, bizningki qilayotganimiz inqilobiy partiya deb. Shundoq ta'bir beribdi. Savol so'rasanglar, menga yozib qo'ysanglar bo'ldi. Men inkaslarlarga hozir qaramda hammasini ko'rib turibman. Gap jarayonda elittirib shu maxsus shu haqiqiy maqsadini nima deb qaraysiz deb. Haqiqiy maqsadini elittirib bilasiz. Men hozir endi boshladim, 1 soat, 1,5 soat atrofida. Bu 2 soatga mo'lni uzilib ketishi mumkin. Oldi bilan sizlarga shu partiyaningki o'ziniki turiga ayrilganligidan bu yo'qlam. Birinchi avval siyosiy partiya degan nima? Bu narsani tushunishimiz kerak. Undan keyin partiyaniki nima qilganligini asosan tushunadigan.
siyasi partiya degan siz ko'rganingizdek, bilganingizdek normal davlatlarda shu davlatning hokimiyatini tatib etishni o'tiruvchi bir turkum guruh tashkilot. Hamda yetarli emas bu tushunchasi. O bizdek besverilgan davlatlarninki mustamlikagan davlatlarning fuqarolari inqilob uchun qurulgan chet elda yoki shu davlatda turib inqilob uchun qurulgan partiya. Partiya şu anda iki xil türü bölündü. Birisi asas qanunlu partiya, birisi inqilobiy partiya. Bu bizning hozirgi inqilobiy partiyamizning qurulgan partiya. Bu partiya asosiy funksiyasi hamda hozirgi gapi sizlar partiyaga kirishdan ilgari birinchi bo'lib anglaydigan gapi shu partiyani tushunish, siyosiyni tushunish deb. Hozirgi gapini anglasanglar shu partiya degan nima? Siyosiy partiya deb. Cumhuriyetçiler Partisi'ni inqilobiy partiya deb kirgizib deb tushuncha beribdi. Hozir sizlarga shu Google'dan so'rab beray, partiya degan nima deb hozir sal qisqa bo'lib qoldi. Hozir bu partiya asosi bola o'zlik Uyg'ur deb birinchi dastlabda shu partiyaniki tushunish usulini. Hozir bu Eliturib Najmiddin o'zininki ta'birlarini anglaylik. Ma'vu degan gapim shu partiya o'zininki partiyasiga bergan ta'biri. Partiya deganiki o'zi siyosiy partiya shu yerlik hokimiyatlarniki talashadigan bir guruhga o'xshash bir ideyadagi kishilarni shu hokimiyatni talashadigan o'zidan anglab beray. Anglasizlar. Siri shiltayli, ya. What's up? What is political party? Here's what I found. Read it to me, please. In politics, a political party is an organized group of people who have the same ideology, or who otherwise have the same political positions, and who field candidates for elections, in an attempt to get them elected, and thereby implement their agenda. Political parties are a defining element of representative democracy. Bu siyasi partiyaniki tushuntirilişi, yani partiya degan shu o'zingizniki turishliq davlatidagi hokimiyatni talashadigan bir guruh hozir buni tafsiliy birdan shu tepadiku. Endi shu partiyani ikki xil turga bo'lingan ekan. Bu inqilobiy partiya deb olibdi. Anda bir narsa yo'q. Men izlab tepibmi shu to'g'riliq shu izlanib beqibmi? Bu yerda u partiya bo'lmaydi ekan, bir besilingan zamin ustidan kurash qiladiganlarni uni parti emas, movement bo'ladigan o'chaqda. Masalan, bizningki Uyg'urninki yoshlar ozod qilish movement bo'lsa, East Turkiston Islamic Movement deb bizning islom partiyasi bor-ku. Shu rasmiy bir besilingan zaminni ma'lum bir yana ozod qilish degandek deysiz. Endi bu partiya degan gap siyosiy partiya shu hokimiyatga aralashib, saylamga qatnashib, hokimiyat talashib, shu boshqa chiqadigan bo'ladi. Endi bu ba'zi gaplarim endi Wikipedia'nın ichidan ya bo'lmasa Google'ning ichidan yoki faqat to'xtamasa shu iPhone ishlatadiganlar Siri'ning ichidan shu to'xtamay o'xshamagan savollarni so'rab yurib boshqa izlanish ilib berib baqsanglarmi? Bu political party emas. Political party degan shu Belgiyada qurilgan bo'lsa, Belgiyaninki hokimiyat ishlariga aralashadigan, shu hokimiyatga nima qiladigan saylamga qatnashib, hokimiyat talashadigan bo'lsa, qaytadan. What is political party? Here's some information. Read it to me, please. In politics, a political party is an organized group of people who have the same ideology, or who otherwise have the same political positions, and who field candidates for elections, in an attempt to get them elected, and thereby implement their agenda. Political parties are a defining element of representative democracy. Mavu partiya degan shu bo'ladi. Group of people, bir turkum odamlar deydi. Bu turkum odamlarning hammasi, bularning hammasi bu Cumhuriyet Partiyasininki nimasiga tushidi. Ammo bularninki ideologiyasi shu o'zininki hokimiyat beshiga shu saylamga qatnashib, o'qib talashadigan andaq bir nima deymiz? Kanadadagi partiyalardan misol olsak, Green Party, Conservative Party, Liberal Party, 5 partiya bor. Shular shu har yili
Her yılı deyman o. Aşkla başlasa şu parlamentta o'rin elib parlamentning ichida 300 qancha 372 mi 368 mi qancha shu parlamentga o'rinni egallab shu egallagan o'rinniki soni qatta kim qaysi partiya eng ko'p o'rinni egallagan bo'lsa shu hokimiyat beshig'i chiqadi. Oldingi videomda kesib olgan videomdan degan shu Kanada Liberal Partisi hozirgi hokimiyat beshidagi partiya biz uchun bakrak ko'proq gap chiqarayotgan partiya bo'lsa konservativliklar to'xtamay bizningki gapimizni qilib shu parlamentning ichida Uyg'urning ovozini chiqarib deganak u hokimiyat talashayotgan partiyalar bo'ladi. Hozir xabarlarga chiqsam Kanadada undaq bo'pti, Kanadaning partiyasining ichida undaq xabarlarga cho'ng chiqadi-ku. Liberal partiyasining chiqsa haqiqiy cho'ng xabar bo'ldi u chaqda. Ammo shularningki sizlarga partiyaninki badal puli degan shu qanday kirish usuli degandeklarni sizlarga shu to'rniki o'zidan bevositalam elib ko'rsatib qo'yay sizlarga. Hozir hech qanday bir davlatda partiyaga kirsa qasam qilib kiradigan ish yo'q undaq. Bir jadvalni to'ldirasiz, partiya badal pulini topshirasiz. Partiya badal pulini topshirgan chog'da partiyaninki shu hisobotiga kiradi u pul. To'xtanglar. Membership in political parties deganiki to'rbatni ichib sizlarga ko'rsatib qo'yay. O'zinglarniki hozir turishliq davlatdagi partiya badal puli qanchalik? Shuni bilib baqalabormi, o'zini baqalabormi? Hech qanday partiyaga qatnashib boqmagan bo'lgandan keyin to'xtanglar. Share screen sizlarga ko'rsatib qo'yay. Hozir so'zlayotganim Kanadaniki o'zininki. Membership in political parties deb mani ko'rsatay. Kanadadagi 5 partiya qaranglar. Liberal partiyasininki membership a'zosi yaxsiz. Tizim tush uchun click here. Shu to'rbatiga kirib, shu tizim sizlar jadval to'ldirsizlar. Konservativ partiyasiga a'zosi bo'lmoqchi bo'lsanglar, 1 yilda topshirgan puli $15. 1 yilda. Siz qancha topshirsiz? Yevropa tarafdagilar bir oyda 10 yevro shunami? 1 yilda $15. Ma Quebec o'ksiniki Green Party'ninki yiliga $10, ma Quebecning Quebec $5. Yillik puli mala. Hozir chiqmaydim, bunday gap qoldim. Kanadaniki konservativ partiyasiniki 1 yillik badal puli $15. Sizningki partiya a'zolik pulingiz $150, $120 deb hisoblaymizmi? Nimda qaltis partiya bu? Kanadadagi bir legal partiyadan 15 hassa ortiq pul yig'adigan. Hozir demay turay, lekin partiyaniki haqiqiy maqsadi nima deb degan chog'da partiya qurish emas, pul tepish desam meni to'g'ri chonib o'tmanglar. Lekin amli gapniki o'zidan anglanglar. Hozir o'zlik Ershadxonniki shu partiyaga da'vat qilish jarayonidagi partiyaniki nizomnomalarini tushuntirgan, deganlik nizomnoma, qasamnoma so'man qo'shinda qo'qinish bilindi. Rasmiy partiyaga kirganiki partiyaniki nimalari u cho'qqum partiyaning gapini anglayman, partiyaning sizig'idan chiqmayman, partiya uchun ish qilman. Tamam. Qanaqa so'z? Ulardan dedim-ku shu hech qanday nuqson topqilib olmaydi. Partiyaniki nizomnomasi bizningki mustaqillik deyishimizningki o'zi mustaqillik bizningki nom sharafimiz, or nomusimiz, mustaqil bo'lamaydigan ishni bilsak cho'qim mustaqil bo'lamiz deyishimizningki o'zi shu bizningki shon sharafimiz degandagi biz mustaqil bo'lamiz deb umid bilan yashaymiz bu. Endi bu usuli endi bu sizlarningki u deyilgan gaplar bu nimaniki o'ziniki Ershadniki o'ziniki gapini olsanglarmi keyingi shu mishtaq odam ko'pilsak hatto 10 ming 20 ming odam bo'lsak andan keyin Amerika bizga yordam qilishi mumkin deb
Pidayla ekrandım deyilgen gaplarni açıdım şu köpüncüsü emisi şu miki munda buluş mümkün, munda buluş mümkün. Onun peşdeki gaplarni ansanlar sizlarni şundaq işendirip yetadigan, hamma gaplardan putaq chiqmaydigan darajadagi ashuna gaplarda ashunaq kalla yeyishninki piri. Biz erkin dünyada yaşap turup kalla yuyulup gitip bakgan yaşlar. Şoňlaşqa deyman go, vatandaki kommunistlarniki kalla yuyuşidim va şularniki de işip düşüdigan kalla yuyuşninki piri Najmiddin. Partiyaniki muşundaq bir ideologiyasini kötürüp çıkıp, bizniki vatan söygümüz var, şu vatanni quruş istikimizden faydalanıp adam toplaş maksat. Adam toplaş deganiki özü pul toplaş deganiki özü lan boludu. Sizlarga ma political party'niki hazır nemisini göstüpedim. O yerda erqays ma özüm Kanada'nınkini lam göstüpedim ma partiyaniki puli bedel puli. Ama şuni men özüm ilgir bankada işleyen bolgandan keyin bu pul anandakini hazır qılayotgan işim şu adatda yilniki peşida birinci ayını tatib 4-nji ayınki ahirgacha tax için maxsus sensiperlar bilan şog'ullanaman adatda. O şundaq bolgandan keyin bizdinki Uyg'ur jamoatimizning ichida şu pulni yeb ketdi deydigan shundaq bir xalqninki yanchiqig'i bekrek voy baylar pul vermeyotidi deydigan nimalar bor. Anandak şu bir nimamiz meninkida azroq bor. Mushlarniki hisoblasanlar bo'ladi. U pul nega ketadi? Sizlar partiya pulini topshirgan chog'da bir organniki bir partiyaniki hisobotnoma quramsizlar. Hargiz undaq emas ekan-ku. O'zinglarniki turishliq davlatidagi boshqa bir partiya a'zosiga pulni berdi ekansizlar, ananiki Najmiddinga yetkazib berdi ekan. Bu shu shaxlatib setish degan ularniki vazifasi bor. Sizlar buni vazifa qilmaysizlar, yo'q, lekin Najmiddin sizlarga shu siyosiy darslarni o'rgatish jarayonida sizlarga o'zliginglardan ishchilardan shu partiyaga odam to'plasak ekan deb atrofinglardagi odamlarni o'zligidan sizlarga shunday qilg'iziydigan meni uydigan shu nimani yuyib ketgan odam to'plash degandagi o'zi pul to'plash. U partiyaning ichida qiladigan gaplaringlar har qaysi boshqa tashkilotlar bilan paranglish, shu hamkorlashib bir ish qilish degandek gaplar. Arriving 10:55. Oh my goodness. Boshqa tashkilotlar bilan hamkorlashib bir ishlarni qilish deb qilinglar qani. Qanday ish qilinglar degan gap men turib men so'rgan savollarga javob bergan chog'da bergan javobini anglab beqinglar, andan keyin bilsizlar. Bu ekranga chiqib shundoq debdi-ku. Tashkilotlarniki boshqa tashkilotlarning ichiga odam kirgizish, jasuslik to'g'risida so'zlagan bir video bor-ku. Tashkilotlarning partiya darajasiga ko'tarishdi. Partiya degan partiya. Tashkilot degan tashkilot, bir tashkilotning partiyaga o'zgartmoqchi degan gap, bir tashkilotni yo'q qiladi, buni partiya qur degan gapmi? Hammanglar meningdek bo'linglar degan gapmi? Qanday odam ey? Boshqalar bilan hamkorlashimiz deb yurib, boshqalarni ko'zga ilmaydigan, boshqalarga hurmatsizlik qiladigan, masalan, O'rta Osiyodagi O'rta Osiyo Uyg'urlarga deyilgan gaplardan o'ziniki kechirim so'ragan gaplarimi bor. Endi bu maqsad faqat o'ziniki partiya bilan bog'lish, boshqa partiyalarniki, boshqa tashkilotlarnikini hammasini partiya darajasiga ko'tarsin deb tashkilotni yo'q qilish degan gaplarida. Ama o'ziniki gapini anglab boqsanglar, mana nemidilar emas, u O'rta Osiyo Uyg'urlarga degan gap ishxonasiga berib paranglashib yaxshi qilsizlar qolsizgansizlar deydimi? O'rta Osiyo bu sizlarga bu hurmatsizlik qilgan chog'da sizlarga u odamni ko'zga ilmaydigan gaplarni qilgan chog'da berib deyish kerak buni. Sizlar shuna yaxshi chiroyli kechirim so'rabdi, u ish tugabdi, uni ko'rib xush bo'ldim. Ammo gapini anglab beqinglar, boshqa tashkilotlar bilan hamkorlashamdiki qanaqa qiladi ekan? Ya, amaliyat degan bilan o'zimizdagi o'ylig'ini bilan tilimiz bir emas bo'lib qolsa,
Ahmoq qilayotgani o'zingiz. Boshqalarnikini buzib chiqib tashlash kerak deb. Boshqa tashkilotlarni yo'q qilmoqchimi? Meniki tavsiyam hamma tashkilotlar o'zining ishini qilaversin, xalqni yo'q qilamiz demaylik. Eli partiyaga beradigan tavsiyalarimning ichida meniki oxirida aytay. To'xtab turinglar, 30 sekund. Nima qilib turay? Ay kechiringlar. O'zlab qoldik. Kelgan to'q partiyaga berilgan tavsiyalarimni elittirib so'zlayman dedim videoniki oxiriga kelgan chog'da. Undaq boshqa tashkilotlarning ichiga odam kirgizib, sistemasini o'zgartiraman deyishga urinish bo'lmaydi. U haqni aramda qo'yinglar, haq tashkilotlar o'zlarining qiladigan ishlarini qilsin. Bundaq u boshqa partiyalarning hammasini chiqib tashlayman, buzitman degan gaplar bo'lmaydi. Bu o'zining maqsadi shu boshqa partiyalarni beshib chaqlashib o'zining og'zidan olsanglar buni deydi bu boshqalarga bergan. Mushundaqmi gap qilamdi? Kechirim so'rashga tegish ashundaq shu O'rta Osiyalik Uyg'ur qarindoshlardan kechirim so'ragandek, ma'o boshqa tashkilotlardan kechirim so'rasin. Partiyaning Kanadada partiyani qurib turib, qayerchilar. Dil bilan til bir bo'lmasa bu yaxshi emas. Xalqni ahmoq qiladi deb ahmoq qilayotgan dal o'zingiz qilayotgan ishni xalqni undaq ahmoq qiladi desangiz qanaqa bo'ladi? Boshqa partiyalarni siz chiqib tashlashmoqchimi? Bu yerda o'zlari yosh qonunliq bir narsani qilgan bo'lg'aydi. Xalqniki hech nimasini bilmaydi deyishlaringiz bo'lganda xalqni ashundaq mo'rmansizlik qilib bo'lamda. Endi men bularni shaxsiy paranglarni, anonkin partiyaga munosabatli gaplarni, buningki haqiqiy maqsadiga oid gaplarni, bularni cho'qim o'tirg'i chiqarish shu media qilish bilan xalqlarga undaq xalqlarni bir turkum undaq xalqlarni yomon yo'llarga yoki yomon maqsadga o'ziningki shaxsiy muddaosiga akitib undaq qilib kelsa, u cho'qim o'tirg'i bir odam chiqib so'zlash kerak. Xalqni to'siydiganni to'sish kerak. Doishga 5000 odam ketib yo'q bo'lgancha odam biz qarab turdik. Endi bu 1000 tutib berib, yana qancha odamni 1000 tutib beramiz. Qancha odamlar shundaq yashsin g'ungchandan deganga o'xshash partiyaniki ba'zi amaliyotchilik bilan qiladigan bu o'ylab tafakkur qilmaylam. Hemen tünögün bugün sözlemek bo'lgan mazmunimni o'tirg'i chiqardim. Schedule qilib qo'yibman Facebookda nim qilgandan keyin men o'zimniki burundan tortib tanishadigan ancha-muncha paranglashadigan shunday bir kimlar borda, o'sha to'rdagi faoliyatchilarimiz borda. Oshlarniki ichida partiyaga kirib hozir siyosiy o'rganish deb maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydigan chog'da har haftaning 3-kuni tushdan keyin to'xtamay siyosiy o'rganish qilardik-da. Siyosiy o'rganish qilgan chog'da siyosiy o'rganish xotir siyosatda otizm deb shu biz dinga ishonmaymiz degan gaplarni yozib o'sha siyosiy o'rganish qilgan ishlarimizga bu hozirgi Cumhuriyet partiyasiniki qilgan siyosiy o'rganish desa bu amaliy ish qilsanglar bo'lmaydi deb ketaman-ku. Shuning boshqa hozir qiladigan amaliy ishlar to'g'risida bir narsalar İşte paranlaşıp partiyani tushunish jarayonida partiyaniki haqiqiy maqsadi nima deganni anglab bergan sizlarga. Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasiga odamni tozachi yig'ib,
Amerikadan pul elish, vatanni ozod qilish. Maqsad İkisi okşaş bir menden ki ifade çıkan. İşte bu şu ifodalash o'xshash bir maqsadni o'xshamagan gapni qil degan gap, ammo hozir sizlarga deyilayotgan gaplarning hammasi o'zi partiyani shu vatanni ozod qilamiz deb boshqa partiya nizomnomasidagi gaplarning hammasi shu. Amaliy maqsad bo'lsa, ma'lum o'xshash podshohniki ko'rgan tushiga ta'bir bergan ikki vazirniki degan gapi. Birisi o'zingiz yolg'iz qolib qolgansiz, tuqqanlaringiz o'lib ketdi desa ham birisi voy ham uzun umr yashaydiganlar deganga o'xshash. Shunday gapni anandaki qil deb mandaq brainwash mingish deymiz gap qilish shu qilgan ishini deyish uslubiga diqqat qilish degan gaplarniki hammasi menga shu bo'lmaydimi? Bunu yaratmayasınız, kişilik okudan bunu yaratmayasınız. Asa her gün kapatı, nobulun kapatı kadar pulun yaratmayasınız. Bir devletin müstakil kıldıran pulga saklap şuna etrafınızı çıkan adam yiyeceğim. Çünkü olacak adamlık edisi muşuna kadıydı ki adamına bağ biz ma devletin müstakil kılmakçı yerde. Devlet kurduğunu ki pulun almakçı şu. Sat qilib ketgan chog'da shundoq. Sat qilib ketgan chog'da shu pul yig'ish, pul tepish. O'zi dedi mana. Qaytadan olasizlar shu. Maqsadi shu. Odam yig'ish degan gap. Pul yig'ish degan gap. Boshqa partiyalarniki, har qaysi davlatlardagi mavzum partiya Kanadaniki yashayotgan davlatim mushaniki bo'lganki, mushaniki partiya a'zolariniki badal pulini sizlarga ko'rsatib qo'ydim. Kanadadaki konservativ partisi, liberal partisi degan bilan bizniki bu nimani selishtirib qilib bo'lamda? Cumhuriyet partisini selishtirib qilib bo'lamda? 15-20 hassa ortiq pul yig'ish degan qandoq? Buni aldamchilik deymizmi yo desak, haq o'zligidan beradigan tursa pulni uni yugurib qo'yib aldamchilik qildi, bulanchilik qildi degan bo'lmaydi uni. Şunlaşqa bununki haqiqiy mohiyati shu shaxlatib setishniki bilan o'xshash. Shaxlatib setishda qanday qiladi? Faqat partiyaga a'zolarni yig'idi, pulni topshirg'izdi. Uningdan hech qanday bir eliqi naf olmaydi, faqat o'zini beg'ishlashdek bir xil shaxlatib setish. Bu amaliyotga qonunsizlik qilmish shaxlatib setish degan bo'lsa, odamni pul topadi, uningki topgan, bergan, to'lagan a'zolik badal pulidan mancha %ni o'ziga qoldi, muncha odam topsa muncha puli bo'ladi deb oningki mohiyati bundoq. Bu Cumhuriyet Partisininki mohiyati bo'lsa, shundoq o'zligidan odamni yig'ish, to'plash, sistem barpo qilish. Endi to'xtanglar, men yana bir paranınki, aşı biyası paranlaşkanınki nimisini özünü elay bulanınki aşı suallara cevap veriş uslubu qarab yaqinlasızlar. Nima deydigan? Anda qilgandan ko'ra bir adam yig'imiz deb bo'pti, yig'inglar, yig'ib bo'lib bir ishini qilinglar. U adam yig'iyverib bilan siyosiy kunninki siyosatchi bo'layotimiz deb boshni siyosiy kunish u bir ish qilmay odam to'plasanglar bu qanday bo'ldi desa, hozirgacha nima ishlarni qildinglar desa, bularniki beradigan javob nima desangiz qanday desa, bir narsani so'rsangiz hargiz, masalan birga birni qo'shsa qancha deb so'rsangiz hargiz u Najmdan 2 deb javob bermaydi. Bir narsani so'rsangiz do'q aylantirib akib shuni munosabatlik bo'lgan. Ashi gapning o'ziga bevosita javob bermasa, o'sha butun partiya nizomnomasining ichidagi gaplarni siz rad qila olmaydigan, to'g'rimi xatomi siz deb aytgan deyishlar bor. O'sha xato emas bo'lgan, faqat nuqsonsiz bo'lgan ashundoq gaplarni o'tirg'i chiqadi, savolniki o'ziga javob bermaydi. Anoniki bu boshqalar bilan to'xtanglar, men o'shadan o'zini bevositalamay. Ya'ni bir
Özünki degan gapini nim qilay. Mening gapimni anglamay, Najmdan o'ziniki gapini anglab beringlar. 30 sekund, sorry. Tuman deyilgan sandiqda shu Twitter degan siyosiy sahna Kechalab o'tirib siyosatga chiqqan vaqtim bu meningki. Mo'shada gapni qistirib qo'yayim, sizlar bir taklif o'zingizning atrofidagi odamni jihiltiman deydigan sandiqda shu Twitter degan siyosiy sahna bo'lganligi oshnondagi biri bundoq Mesela nima desam biri Twitter'ni ishlatgan Uyg'urlar ko'p emas. Yana biri ko'p emas bo'lsa sen ko'p qil. Partiya a'zolaringga ochsin, ichib sizga agishsin. Har bir qatim bir narsa yozib qo'yganingizda men bundoq bir narsani chiqardim. Men şeyde. Selishtirgan gibi mayıqni qo'yaylar avval bir. Bizning partiya a'zolarining yerimda chiqdi Twitter ishlatmaydi. Geçmişmişken. Öyküdün şunu, içimlerde. Facebook, WhatsApp sistem nurgulunu uyutamayıp ben. Kokonuşmuşken. Sen neyim o kurultaydan söküp yürüyorsunuz, dakika iş kılıvatkanlar aşışıyor. Siz azim ne iş kıldınız siz? BDT'nin çekirip bir nasıl dediniz mi? Ya, İslam işma o. Dinini mi kılalığını mı yaratmayısınız da ha? Falun Gung'dan kırvatla BDT'nin içine. Siz kirdiniz mi şu Falun Gung'un açlık kılalığını kıldınız mı? Demiş karnı gidip. Nemiş hal oldu. Dünya itiraf kıldı. Milyon adamdan solup aldı diyen itiraf kıldı. Desip edip biz muşlar. Dünya Avrupa'da Hristiyanlık maaşı. İnsaflarına Sen kırsan babamdan sen kırsan babamda. Sen nemiş kıldın? Şunu soralım hazır cevap verin. Ben size şunu sorayım. İrlandiya Cumhuriyet Partisi'nin azaları veya ki Kosova'nın azaları veya ki neymiş? Sualımga cevap beramizlar başlamda. Başka bir narsani ko'tarib chiqibdi. İran'daki Kürt armisi veya ki Suriye Kürt armisi bir tütürem. BDT'den fevzi gençler etkiş hukuku azası. Ben sual sorsam siz mi sual sorar? Ben sual sorsam siz mi sual sorar? Bir cevap berişelik. Avval mening sualimga bir cevap berasiz, siz nima ish qildingiz? Bir partiyani tizimlatgandan boshqa. Bundan burun Uyg'urlarning da'vosi osonlik 10-15 adamlarning sizin qatnashgan barkan da'vosi. Ko'p sonli Uyg'urlar shuni haqida o'stirdi. Bu javob emas. Bu ishni xalqning kurishiga aylantirdim. Tamam mı? Nasıl? Tutmaydan Facebook tutmaydan düşün sözlerden de bundan burun teşkilatlar kişiler istirtip kuralanı. Adam tutup hepsi vatan cimenden basınız, yavruluk kaç basınız, size iş verilmeyi diyorlar. Ben adam geç, mənğa çıkma adam geçten yapmadım. Benim mağunu yanlıktayım. Ben mındakta kaçkan saatler zinyanlarda bütün monopol kırılığından devanı adetteki daha çok xalqning ardışıgan davası aylandırdım. Yani xalqning qo'li qaytib ketgan. Qani shu birda sanab berib bakan qaysi nima bilan qildingiz? Yana nima qilmaysiz hozir degan gapingiz. Unda atrofingizda odam yig'dingizsiz. Ben sizning qilganingizni mening ishim qilgan. Men bir Uyg'ur YouTube kanalini ochdim. Atrofimga 2300 qancha 2300 odamni og'zim qartayapman. 2300 odamni men abun qila olibman. Sizning ishingiz bilan mening ishimni solishtirgan chog'da ikkimizniki ichidan qaragan solishtirgani mening mo'chka. Onda solishtirgan ishingiz bo'lsa, men mustaqil devatman. Men Uyg'urlarning
adamların siyasi faaliyetini asanlık adamlar ibarvatkan faaliyette umumiylik hak faaliyeti ayarladı. Bu birinci iş. İkinci iş, müstakillik nişanını ben bayanda ötkende 3 noktada... Hak, itiraf kıldı mı o şunu? İtiraf kıldı mı o şunu? İtiraf kıldık. Ben bu isterişimizde itiraf kılırsak biz hem daha ben onu yeni bağımlıkta kaldık. Sizge vaxtaşıttım sizin məqsəd sizin bu YouTube kanalda yetiştik ettireceğinlikler, sizin yetekçilik rolünüz ve Uygurların başarık boşluğun tolgan ordunuz boğaçta Uygur tarihinizi karadan bir iş mağı. Kendisi Uygurların ise çoğuşkan adamlar. Siz külme. Xitayla aldık kıtım ben bir doktoratı gördüm. Afganistan'da temizlik o deyme. Uygurların şirket çetel artıklarını tızımlattı Xitayla. Onun için de mağı göç Behram Sırtaş'ın tartıp Afganistan'da tartıp Nurhan Uygur. Adam yığıp her bir adamniki alaydigan qarab, her bir adamniki qila oladigan ishiga qarab adamni ishlatish boshqalar tarafidan ishlatilganlik hamda to'g'ri yo'llarga ishlatilsa mayli, hamda o'ziniki odam to'plab o'ziniki shunaqa pul yig'adigan ishiga odamni ishlatganlik bo'lsa, uni men hozir qarab baxsam, shu manga qilg'uzamagan ishlarini YouTube kanalı Şadıman'ningmi peshini qaytirib ketganiga hayron qoldim-da. Amerikadagi kimlar ish qilib boshqa shu to'rda azroq ta'sir bor yoki to'rda boshqalab biladigan kishilarga yaqinlashib shularga shu shunaqa ayrim darslarni so'zlab qolish so'zini qilib boshdan faqat maqsad faqat shularni ishlatish, shularni partiyaga kirgizganlik ishlarini qasam bergizib videolar qilib tortib faqat shu bir xil iqim yoritish deymizmi? Butun hammasini shu Cumhuriyet Partiyasiga qarab iqib ketadigan deb amaliyotda o'sha sansipirlarni men boya dedim-ku, men hozir men o'zimniki qilayotgan shu accountant bookkeeper bo'lgandan keyin men o'ziga burun ishlagan ishim shu Kanada Bank of Montrealda ishlagan shu sansipirlar bilan bo'lgandan keyin bir narsani hisoblash. Masalan, hozir o'ylab boqaylik, Amerikada turib $150 topshirgan bo'lsanglar yoki bo'lmasa Yevropada turib 120 euro topshirgan bo'lsanglar, ta hozirgacha qancha pul yig'ib bo'ldi yoki bo'lmasa shu 500 ni yig'ib bo'ldik deydi u hozir 500 odamninki pulini oldi degan gap, uni 1000 odam deb hisoblaylik. 1000 odamninki 1 yillik 2 yillik deylik, 2 yilgacha vatan ozod bo'lamdi. Yan bir programını ko'rgan chog'da bu yan bir doktorimiz 20 yilgacha vatan ozod bo'ldi degan gapni men kesib aytamayman deb o'tirib chiqqan bo'lsa, biz hozir 2 yil deb olay, ya Cumhuriyet Partiyasininki 1000 a'zosi bo'ldi deylik. O'shaniki 2 yillik badal pulini hisoblasanglar 1.600.000 dollar, million dollarlik savdo ma'u. Sizlar vatanparvar degan odamniki asli niyat maqsadi yoki osh nima deymiz? Odamniki o'zi bir savdogar, qaltis savdogar. O Dünya Uyghur Qurultayı elayotgan pullar yoki bo'lmasa institut yoki bo'lmasa shu boshqa tashkilotlarniki human rights kishilik huquqni talab qiladigan yoki demokratlar boshqalarniki oldigan Amerikadan oladigan keladigan fondlar bor-ku. O'shanikini o'zaro selishtirib, o'zaro nima qilgan chog'da bu hech qaysini yaratmaydi. Saharov mukofotini, Nobel mukofotiga qattiq Uyg'ur İlham Puxtuni Nobel mukofotiga erishtirish uchun o'sha qattiq tirishayotgan chog'da ma'qul. Saharov mukofoti $25,000, $30,000, $100,000 o keladigan u $10,000larni hech qaysini yaratmaydi. Bu ishtihasi shundoq cho'ng savdogarkin million dollarlik savdoga million dollar qiladigan savdoma u. Sizlar vatan sevgisi kishilarniki vatanga bo'lgan orzusini tasmiy qilib pul tepishning o'zi naqadar ay Bolalarınızga bir nafiqa pul bersangiz, uniki o'zimi bir cho'ng ish.
bir ish qilib, bu odam chiqqandan bir amaliy ishlarni qilib, dedim-ku shu Twitter ishiltayli. Şu Xitaylarniki 5,000 armiyasiga o'xshash Uyg'urniki bir to'r armiyasi bo'lsin. Mushu tapda mushu partiyaning hozir 500 dan ortiq odam bor bo'lsa, shu 500 dan ortiq 500 kishilik bir tanlam hujum qiladigan bo'lsa, bu Twitterda bu tavritimiz jahonni ay tashkillangandan keyin shu tashkillik ish qilgan yaxshi, ish qilmaylam odam to'plab sistema barpo qildik deb. Sistema barpo qildik. Sistema degan bu bir ko'ringan narsa emas, mavhum narsalarni barpo qildik. U xalqlar monopol qilayotgan davoni xalqlarni keng nim qildi. Ey, nazariya bika baranglar. Qaltis degan. Eg'izga tan kelgil bo'lmaydi. Bir savolimniki oxir chiqib bo'lguchilik, gapimning oxiriga anglamaylam. Tap o'tirdim, o'sitiblam o'ziniki shu xatolik tap qilib bo'lmaydigan gaplarni aylantirib dedim-ku, birga birini qo'shgancha ishki bo'ldi deb javob bermay, so'rgan naq savolniki o'ziga javob bermay, xatolik bu tap qilib bo'lmaydigan gaplarni, boshqa bir narsalarni o'tirg'i shularni so'zlab turib oldi. Masalan, buni men nereden oldim? Kimniki? Yoshlar Uyg'ur qurultayiniki so'zlagan dogmatizmmi bir ashna bir nimti unutib qoldim. Ashna bir ideyani qilgancha ashna ma'lum bir javob berolmaydigan savollarga duch kelgan vaqtda to'g'ri bo'lgan boshqa bir narsalarni o'tirg'i chiqib turib olgan ashna usullarni qo'llanadi. Meniki tavsiyam bo'lsa, shu tavsiyamni boyqay so'zlagan paranda men deb aytdim. Twitter janchilariga boshina bir sap qilib, bunda shu sistem barpo qilgan bo'lsangiz, shu 500 odamingizni, shu to'plagan 500 odam bilan 1000 odam bilan bir dal nima chiqib baqsınlar. Xalqniki selishtirib ketgan dunyo o'g'ri naq maydon taqaqatda ko'rgan odam soni aram 10-13. Mening videomni undaq ko'radi deb. Ma dunyoga anlatadigan ish bo'lgandan keyin Twitterda qilayotgan ishini selishtiring. Siz o'zingizdagi Twitter'dagi agashkichilaringiz qancha? 200 mi, 300 mi, qancha? 500 mi ya? Xalqningki agashayotgan odam soniga qarang, shu odam sonining ichidagi qanday nüfusliq odamlar agashaytibdi, shularga qarang. Xalqni insof qilinglar, xalqningki unda ish qildi davomli deb xalqning qilgan ishini nol qilsangiz siz. Men bugun bakchiq so'zlab ketdim, 1 soatlik deb bo'lgan, lekin men hozir yana nurg'un narsalar bor. Odamni haqiqiy mohiyatini tunish, partiyaniki haqiqiy mohiyatini tunish deb bo'lsam, yana o'tirgan nurg'un isbotliq bir narsani chiqsam bo'ldi. Men ortiq so'zlamay turay bo'ldi. So'zlaydigan gaplar men boyqay so'zlaydigan demay şu partiya Kanadadagi partiyalarniki kiradigan nima qilgan ishlarini to'g'ri bo'ladan bir muncha nima yozib qo'ygan, unikini haqiqiy bu tashkilotniki ismi qo'lliq tiqib qolgan yoki bo'lmasa boshqa nima deymiz, bizniki vatanimizga o'xshash shunday esilgan zaminni ozod qilishni maqsad qilganlarni, ular hargiz partiya emas, ularningki tizimni yoki qonunliq tizimning ismi movement bo'ladigan islom bizniki ismi nima? To'liq ismi East Turkestan Islamic Movement deganga o'xshashchi. Bu partiya deganimiz siyosiy partiya deganimiz faqat shu o'zimizniki davlatiniki turishliq davlatimizniki ichida. Masalan, Kanadadagi ma'lum bir partiyada, masalan, Liberal partiyasi, Konservativ partiyasi deylik, bu partiyaniki a'zolari mushu Kanadaningki ichidagi a'zolar, mushu Kanadaniki fuqarosi, Kanadadagi shu ko'chmanlik o'rtoqlashib qolgan kishilar. Bu hargiz Kanadadagi ma'lum bir siyosiy partiyaning ichida Amerikadan, Yevropadan, Indiyadan, bu yerdan a'zo emas. Bir davlatning ichidagi siyosiy partiyaning a'zolari shu bir davlatning ichidagilar odamlar bo'ladi. Hamda o'zinglar atib olgan inqilobiy partiya deb atib olgan u har qaysi davlatlardan odam yig'masiz uniki ismi partiya bo'lmaydi u chaqda. U sizlarniki hatto partiyaniki bir akkauntim yo'q, xalqlardan pul yig'ib shaxsga bergan pul sizlarmi? Partiyaniki partiya badal pulini to'ldim deb sizlar to'layver degansizlar, o'zinglar turayotgan davlatdagi burun partiya kirgan odamga qo'liga pul berdi ekansizlar. U
bir yaniki bu maxsus tizimlatgan akkaunt banka urmaysizlar deb urmaydi ekansizlar, uni yanachimdan keyin yapmasa o'zinglar turishib turadi bu shaxsning qilib qo'liga ketaveradi ekan. Bu sizlarniki bu qilayotgan ishinglar hammasilar bir xil, hammasi meki ishlar. Hozir shundoq bizga shundoq bir fursat keladiganga oz qoldi. Xitoy parchalanadigan oz qoldi. Xitoy parchalangan holda, parchalangan vaqtda biz tayyor turishimiz kerak. Biz bir turkum kishilar shu joyda vatanga berib, shu bizniki partiya, shu hukumatni qo'lga olgan vatanga qaytib vatan ama qilayotgan ishi nima desa, vatan hamon bir kuni ozod bo'ladi. Biz shunga tayyor turishimiz kerak deb osmonda bir yilqi jujam ujmi daraxti bor-ku. Ujma vatan ozod bo'ldi deydigan ujma og'zimga tushdi, og'zimga tush. Jujam ish og'zimga tushdi deb o'tagandek bo'lmoqda qish. O'sha yerda boshqa atrofga odam chiqib patkilanglar deb o'sha odam to'plab kelibsizlar. O'sha odam to'plab deganniki o'zi pul to'plab degan gapni. O pul nima ketadi? Shaxs ketadi-ku, u bir baki savodga kirmaydi-ku, u shaxslarning qo'liga beradigan pul kelsa, million dollarlik savdo, qolsi talantlik savdoga deganniki o'zina mana shu. Bu so deganiki qanday bo'lganligi to'g'risida shu men ham bir misol, amaliy misol bir hikoyani ham so'zlab beray. Tosh sho'rpisi degan bir hikoya bormi? O'zidan olgan bu hikoyani qanday desa, bir odam navot sotadi deganda, burunqi otlarning ustiga qo'ydigan nima xurjun bo'ldi. Xurjunniki ikki tarafiga navot silib bor degan. Bir bozorga berib, xurjunniki bir tarafidagi navotning hammasini bir odamga setib bo'lgandan keyin bir taraf eg'ir, bir taraf quruq bo'lib qolgandan keyin oq quruq qismga toshlarni qachilaydi ekan. Toshlarni qachilsa, yiliqi nima olgan odam, navot olgan odam so'raydi ekanda, "Voy, toshni qachilgandan ko'ra o'zingning navatniki yermini ma'vu xurjunning matarafiga o'sanglar men tang bo'ldi emasmi?" deb boshlab desa, u sodiga so'raydi ekan, "Sening qanchalik mol-mening bor?" desa. Shu bir dala yalan bor, uyim bor, bir yaxshi ketyapman deydi. Seninki desa, meniki necha yillarda zeminim bor, 4-5 xotinim bor deb o'ziniki boyligini deydi, yiliqi sodiga, tosh qachilgan sodiga. U hayron qoldi ekanda, "Sen buncha vaqtda qandoq chiqib mol-mulkni yig'ib bo'lding?" deb so'rasa, "Men tosh sho'rpisi qilib sotaman" deb boshlab ekan. "Tosh sho'rpisini qanday qiladi?" deb yiliqi navatagan odam so'rasa, deydi ekanda, "Tosh sho'rpisini qilmasan, shu men sana o'rgatib qo'yayamsan. Hozir tosh bor. Buni sho'rp qilish uchun menga go'sht ketadi, boshqa u guruch ketadi, u ketadi, chamg'u ketadi degandek saylanib ketadi. Sen shularni topgan, men sana aniq ko'rsatay, tosh sho'rpisini qanday qilganligini deb. Shuning bilan u bozorda yiliqi navatniki yerimni olgan odam shunaqa to'playdi ekanda, odamlarni to'playdi ekan, shunaqa qaloyiq tosh sho'rpisi qila oladi ekan, ko'rib boqaylik deb haqlarni birsiga go'sht og'izib, yana birsiga say og'izib, shuning bilan toshlarni suvning ichiga silib, go'shtlarni silib, shuning bilan sho'rp qiladi ekanda. O sodiga ashna qilib, yo'g'ondashqasan shu tosh sho'rpisini qilib ko'pchilikni tanishtirdi. Ko'pchilik qanaqkan deb so'rasa, shu sho'rpi shu odatdagidek sho'rpga, shu tosh mashinakan, qilib qo'saqlarini tinglab ma'lum degan tosh sho'rpisi degan shu deb. Voy, bu boshqa sho'rplar bilan hech qanday bir nemiz yo'qkan-ku deb boshlab deb so'rasa, shu hech qanday bir narsa yo'q yedi. Bu sen mana shu tosh sho'rpisi degan gapni o'tirg'a chiqgan bo'lsam, bu go'sht, boshqa sayko'ktot, guruchlar bola bo'lmaydi. Shunglashqa mana bir ideyani o'tirg'a chiqib, tosh sho'rpisini qilib berman deb turib, Malabiga keldi, qursqun to'ydi mana. Tosh sho'rpisini nima ekanligini ko'rdim, men yo'lga mansam bo'ladi deb o'zim shu yerim xurjunga tashni, yerim xurjunga yana o'ziniki navotini olib yo'lga ketaverdi ekan. Meniki butun mol-mulkimni men shunday to'plagandim. Yo'q ideyalar o'tirg'a chiqib, boshdan so'rdim. Ana shunday so'diga taqdim bekor so'zlab ketdim. Erkin suhbat bo'lgandan keyin o'ylaganlarimni va bir qism shunday ovoz uqtirlarni baharlashaqliq sizlarni haqiqiy mohiyatni tunib yesun, orzu istiqomlardan foydalanib sizlarniki qobiliyatinglardan foydalanib pul tepishga, pul yig'ishga, odam yig'ishga ishlatib sizlarni ishlatish, being used. That feeling so uncomfortable. Tugitay bo'ldi. To'g'ri yo'ldagi partiyani qarlamay deb qo'ying. To'g'ri.
Hech nimasini xato deyamaysiz, uniki partiya nizomnomalaridan hech qanday xatolik topolmaysiz. Davaqman gaplarimniki boshdan oxir hammasini o'qib davaqman gaplarimni tushunib baqsanglar, aniki bizlar. O nimalarni evatgan potpot rasm deydi. Boshqa partiyaniki siyosiy o'g'inishlarniki yerda yomon ko'rgim keldi emasmi? Qasam qilib kirib siyosiy o'g'inish qilayotganlarni ekanmizning ishi bu. Xitoy Kompartiyasiniki 100 yil burun 1921-yil qurilgan chog'da partiyaga kirgan odamlarniki shunchalik yilqi sodiqlik, sadoqatlik bilan shu partiya Kommunist partiyasiga kirib amaliy misollardan Liu Xolanni misolga olsak, Liu Xolan Jadoning oldiga o'zi minib borgan. O'ziniki shu ashna hikoyalar bor, rivoyatlik hikoyalar. Liu Xolan shu putini tortib mushundaq shu parcha badanini parcha bo'lib ketganga qadar boshqa kommunist partiyalarning a'zolariga ismini oshkor qo'yman deb shundaq qilib. Kommunist partiyasi tarafidan kallasi shulib ketib, shundaq o'ziniki hayotini qurbon qilgan ne million Xitoy bor. O'shaniki o'xshash hozir bizniki yoshlarimiz shundaq bir turkumlab shu vatan sevgisi, vatan savdosida ko'zlari qorg'u bo'lib haqiqatni ko'rolmaydigan. Daishga yo'lladik 5000 odamni. Ma'lum ishga tutib beryapmiz, necha yuzlab odamni. Yana qanday ishlarga, qanday fojialarga sabab bo'lamiz, uni bilmaymiz. Hammasiga qarab ko'rib ketib boryapmiz hozir mushtaqdan. Men so'zlayapman faqat o'ylaganlarimni, o'zimning o'ylaganlarimni so'zlayapman. Sizlar so'zlanglar chiqib necha vaqtdan davatgan gapim shu YouTube'ga chiqinglar, YouTube'dan kanal ochinglar, Twitter'dagi jangga qatnashinglar. Sizlar so'zlanglar, partiya a'zosi bo'lsanglar, gapimga qo'shilmasanglar, mening gaplarimning hammasini xato deb o'ylsanglar, sizlar chiqib so'zlanglar. Shu YouTube'lar bor, shu social media platformlarimiz bor. Shu social mediadagi platformalar orqali odam to'plab yurayotgan jangi bu shu. Zavallıqqa yüzünüp ketib boramiz biz shundaq bir-birimizni killashib. Endi Najmdan nega qilayotgan ishi shu zavallıqqa yuzlangan millatni texim shu Xitoyniki texim shundaq 100 yil burun boshlagan ishini endi hozirgacha davomlashtirayotgan ishini hozir bizga qilib Xitoyniki shu ishlarini qasam berib kirgizish ishlarini Turkiyada bormi, bir partiyaga kirib qolganmi? Bu başka devletlerindeki partiye giriş murasimleri aşında ama ben bu bir yerde saqçılıkka kirgen ballarınki armiya qatnaşkanlarınki qasam berip nimkirdi o Kur'an tutup qasam berdigan, İncil tutup qasam berdigan işlerini koygan özünki pasport çıqa vaqtidimi o Canadian citizen'ga imtihan berip pasport aldı. Aşı vaqtidimi qasam berip Kanada'nınki puhralıqqa qo'ydi. Oy pasport chiqqan degan xo'shalda o'zdirmaydigan odamlarga munoyat oz gaplashgan odamlarga paran qilib degan men pasportimni oldim deyishib harakatim bir ayalarga bormoqchi bo'lsa atoydan pasportdan chiqib boshqalarga ko'z tikib qo'yib ma'lumotlar anda ishlarga bir davlatninki citizen bo'ladigan qonuniy armiya yoki misol shunday nima ishlar kiradigan joylarda qasam beradigan ishlar bor lekin bu dunyoniki boshqa hech qanday yerda Xitoydan boshqa cho'qimsiga qasam berib, bu qasam berib kirishlari undaq bir nimami yo'q dedi. Undaq paperwork deydigan bir narsa yo'q. Video call qilasiz, qasam bersiz, partiyalik bo'lgan bo'lsiz, pul. O pul hisobotga emas, shaxsga. Shu o'zingizniki turishliq davlatdagi burun partiyalik bo'lgan kishilarga kiradigan pulingiz. Shu pulingizni shu burungi partiya, koni partiya a'zolariga bersiz degandek shunday bu hisoblashlarni men demay bo'ldi. O'zinglar hisoblab baqsanglar. 1000 a'zoniki 2 yilgacha qani 2 yil 1 yildan keyin ko'raylik, sizlar yana qancha ishlar qildinglar, keyin sizlarga nima o'zgarish bo'ldi ekan. 2 yilda vatan nazot qildinglar, shunday sistem barpo qilamiz deb. Jujam pish, og'zim pish deb o'ltagan bir turkum bir to'p odamlar. Hammamiz undaq o mustaqil bo'lamiz deydigan har bir odamniki, har bir Uyg'urniki orzusi siyosiy aralashmaydigan bolalarniki
Olamı özümüzdeki vatani bosgan deydi. Vatanimiz azat bolpaqsınlar. Taqaşlar birinci bolup qaytadığanlar şu məşqana ilgili siyasi fəaliyyətlərə aralashmagan məşqana yamayış mümkün işin bolmaydı. Birinci bolup qaytadığanlar aşlar şu təxi. Aşlarınki təxi ma o vatan sevgisi bir vatanimiz bosgan deydigan arzusu ən güclüklər şu. Aşında biz hammamiz şu bir ortaq ideyadik adamlar. Ularni çoxum şu partiya a'zolik badal puli to'la deb turib uni bir yig'imsanmi? Hammamiz bir Uyg'ur. Hammamiz o'xshash orzudagi, o'xshash qizilsizligimiz mustaqillik deydigan odamlar, bir turkum odamlar. Biz bu yerda undaq u boyaqiliqi tash yo'rpis qilgan so deganniki, ishidak undaq ish qilib u soda. Shu partiyaga beradigan o'zimniki shaxsiy fikr takliflarim shundaq. O'zinglarniki ishlarni qilaveringlar bo'pti. Boshqa tashkilotlarniki undaq yo'q qilamiz, pajaqlaytimiz, yo'q qilamiz degan maqsadni qamama. Og'zimizda hamkorlashimiz birlashib ish qilaylik deb turib, ularniki amaliy maqsad hammasini partiya qilish, hammasi mening partiyam kirsin, hammasi mening qishim kelsin, mening partiyam bilan kirsin deb undaq qilmaylik. Hammasi o'ziniki ishini qilaversin, boshqa tashkilotlarniki o'ziniki yo'lig'ini ketaversin. Anlakin yana bir taklifim partiya badal bo'lsin. Hammasiniki ba'datda har qanday partiyaniki o badal puli deydigan narsa o'zingniki davlatidagi partiya badal puli bilan teng darajalik bo'lsin nima deydi. 10 nechasi mujqur qila olamdi uni? Partiya badal puliga beradigan fikrim shu o'zinglarniki turishliq davlatdagi partiyalarniki shular bilan teng darajada, o'xshash darajada bo'lsin ish bo'lmagan chog'da. Boshqa tashkilotlarni ularni qilmaylik. Anankin faaliyetlerini dedim şu adam çıkan bolsun sistem barpa qilmoqsınız. Şu sistemlar bilan o'rtaq bir faaliyet qilib bakın. Eng oddiysi şu Twitter'dagi bir faaliyetni boshlab bakın. Bu Twitter'da aygash kuchlarimiz hammasini o'zini aygash qilib bosh Uyg'urlar to'g'ri chiqqan bir xabarlarga oy onda 500 odam bo'lgan shu degan bir tweetni 500 odam inkas yezib bir tweetga 500 inkas tushib 500 oy Qaltışlarni qilib bo'lmay, undaq partiyani rasmiy sistem qilib, rasmiy haqiqiy boy ish qilamiz deb ishni qilgan bo'lsak. Uyg'ur to'g'ri armiyasininki qilgan, ya'ni Xitoyniki pashmonlarga o'xshash shundaq shu bir sistemlashgan sistem qurimiz bo'lganligini ashuna qilib boqar yaxshi. Unda boshqalarni yo'qotish, ularni qilish, anamnikini haqorat qilishlari tugusin, haqorat qildiganini qilib bo'lib, anamnikini voy men xato qildim desa unda bo'lmaydi, unda qilmaylik. Başçılar maqaratni qilmagan tuzuk. Hamma kishi hurmatlanishga muhtoj. Mayli qanaqa qilgan ishni qilgan bo'lsin. Endi a'zolarga bo'lgan takliflarimda nima partiya a'zoga kiribsiz endi ya bo'pti. Shu sistemli bir amaliy ish qilinglar, Twitterga chiqinglar, Twitterdagi faoliyatlarga qatnashinglar. Mumkin qilmanglar degan ish men bir yaniki bir jamoatning ichidagi gapni opirib Najmiddinga to'shmanglar. Birsini falonchi mundaq deydi, falonchi pistonchi mundaq deydi, bu yerdagi bir-birisining undaq josuslikqa solgan chog'da xato ishni o'zinglarni tutinglar. Yomon partiyaga kirganlar kirib ketganmiz, o'zinglarniki turishliq davlatdagi partiyalarga tizimlab qo'ysanglar bo'ladi. Ashlarniki bu narsalarni ko'rib, shularniki hozir bu hech qachon hech qanday partiyaga kirib boqmagan a'zolarimiz hozir bu so'zni qilgan bir narsaga qarab shunda hayajonlanib, undan ko'ra maktabniki qonun darslariga tizimli qo'yib, shularniki dilo tahlil qilishlarini shu maktabda o'rgansangiz, ularni shunda hayajonli bilan anglab bo'ladi. O'zingizniki u partiyaniki u siyosiy o'rganishi, Xitoy Kommunist partiyasiniki siyosiy o'rganishidan farqi yo'q. Bunaqa odam yig'ib Ay shunda zerkatda qarabning 3-kun tushdan keyin shu siyosiy o'rganishdan beshim og'riydi meniki vataniki chog'da. To yubeydan men taxe partiya iltimosini izlasangizlar kirketsiz iltimasingiz hamma qil deb kening tatib partiyaga kirmay chetal chiqib ketgan odamman. Gapim tuga qoldi. Tavsiyalarim shular. O'zimiz o'ylaylik, o'zimiz tafakkur qilaylik. Ko'zimiz ochiq qolib tursin. Boshqalarniki qilayotgan ishlarini haqiqiy ko'rib yetaylik, mohiyatini ko'rib yetib, o'zimiz ishlataylik. Haqimiz shunday bo'ladi ekan, noto'g'ri undaq avtobusga chiqib olaylik, tam bilan qilaylik. O faqat shu bir odam yig'ish, pul yig'ish.
O'ylanglar, amaliy qilayotgan ish nima? Burun partiyaga kirib ta hozirgacha qancha vaqt bo'libdi, nima ishlar bo'linibdi? Shularni qilib o'zini so'rsa-ku, amaliy ishni xalqning qilgan ishlarni nolga tanqid ekan. Qurultay BDT kirsiz BDT qarqandaqa odam kiralaydi. Shu o'zingiz kiring. O'zingiz qiling dedim-ku, shunga. Meniki bu YouTube kanalim navada ekrandan çıkman deysanlar, tayyor çıkınlar bo'pti, men tayyor. Hozir meniki qandan chiqib, Najmiddin o'zi chiqman deysin, lekin u o'zingizniki partiyasini tashviq qildianga chiqmaysiz. Savol, men ziyorat qilgandan keyin mening ziyoratimni qabul qildianga chiqsangizmi? Men savol so'rayman, siz javob berasiz. O'zingizniki tashviq qilali partiyaga odam yig'dan emas. Bunday shaklda bo'ladi u chog'da. Kimniki What the power to do the economy. Xitoy qilg'izamgan ishlarni hozir Najmiddin qilg'izsa. Xitoyniki 100 yil burun boshlagan ishini bizga endi boshlatsa. Biz 100 yil burunqi Xitoyniki qilgan ishlarni endi qilyapsa. Qasam berib kirib. Josuslik hozirgichilik va hozir texnik kuchi hozir shularni hammasini Xitoyniki qilg'izgan ishlarni bizga qilg'izsa. O'ylamamsizlar, tafakkur qilmamsizlar qilayotgan ishlar nima ekan bu? Zavallık yüzünü kitip var mı başında? Biz kaçanki özümüzdeki düşmaniga o'xshab qolgan chog'da bu millat zavallık yüzünü. Biz çoktan düşmanimizga o'xshadik. Çok benziyoruz düşmanlarimizga. Yakın qılam amaliy misollarni olsak qanaqa bo'ladi? Xitoylar o'lisha, Xitoylar deb tursa, Xitoyniki yilqi Yaponiya davriganikiga o'xshash biz degan chavaklarni chilib Xitoylarniki virus tarqalgan vaqtlarda. Xitoyniki qilayotgan ishlariga o'xshash qilayotgan ishlarimiz, qasam berib partiyaga kirishlarimiz. Xitoyniki qilayotgan boshqa ishlarga o'xshab qilayotgan tarafimiz bakchiq. Men shundoq o'zimniki hayotimniki bir qismi bo'lgan shundoq kanaldagi turmush deb kanaldagi faoliyatlarim bo'lamdi, sayohatlarim bo'lamdi degandeklarni hammasini shundoq shu video qilib hayotimni xotirlab qo'ydim. O'ylagan narslarimdan tam ham bahrlab oldim. Burun qilayotgan ishlarimni shundoq tam oldim. Shunga burun ilgari Torontoga ko'chib 9 oy Torontoda Uyg'ur jamoatiga aralashib yashadim, jarayonda. Meniki o'zimniki shu shaxsiy qiziqishim va shundoq nayqilib olsam rasmlarga tortib, rasmlarga tushib, shundoq nim qilib qo'ydigan shundoq bir ishdan sirtqi darsniki hobby deymanmi? Shundoq o'zimniki qiziqishi, fotografchilik, bir narsalarni yozish, journalizmchilik deymanmi? Bu endi sizlarga o'zimniki shu 7-oyning 5-kuni Urumchi qirg'inchilik to'g'riliq ishlagan videomni bir tavsiya qilmoqchi. Shuning ichidagi o'zimniki ayni chog'dagi shu namoyishdan burunqi shu namoyish jarayonidagi suratlarni shu o'zimniki shu kamerada shu suratga tortib, rasmga tortib, film qilib yurganga o'xshash. Hozir shundoq ba'zi shu bir yillarga bog'ladim, shundoq yomon maqsadim yo'q, o'zimniki faqat o'zimniki nemisini xotirlash, lekin ma'una o'xshash ishlar yomon tarafiga meni yuyilish tarafiga qarilib, haqlarniki undaq nim qilib ketib qolgan chog'larda cho'qim o'tirga shundoq bir narsani chiqib, ma ish mundaqdi, asosiy ish mundaq deb pokni o'tirga chiqib so'zlash kerak. Men hozir bu ovozli uchurlardan 100ning birini qildim desam bo'ladi, faqat shu jiq vaqt qilmadim, faqat tunugun ilishkilardan shu to'g'ri bo'layotgan gaplarga partiya a'zolariga shundoq talalarcha yozgan inkoslar qarablam tuyuqsizlam o'tirib chiqib qoldim. Bundan burun taxminan bir oy burunmi ishqilib shu men bir qatim videolar ekraniga telefon qilib shu partiyani haqiqiy tushunib boqay deb yaqinlashgan chog'larimdan boshlab shu siyosiy o'rganishdagi mazmunlarni olgandan boshlab shu javoblar malaniki o'zim hammani aniq ko'rib turmanda, hammani bilib turmanda, mana ish qanday ish ekanligi shu chog'larni tortib boshida xayol bo'lgan, hamda tunugun bugundilam shu 2 kun chiqib tayyorlikni qilamadim. Shunga shu burunqi materiallarni qarablam ovozliqni ochsamlam shu ashna bir yer uchrab qolgandi. Bu haqiqiy mohiyatni tunish sifatida o'tirib chiqib shuni so'zladim. Shuni o'tirib chiqdim. Shu meniki burunqi chimoniki mazgildagi nimalarimga
alğan surat videolarımga oxşaşlan mavu hazır bugün sözlengen bu mazmunlarning maşınaq jurnalizmniki bir qismi ekan. Hamda şunun qarta özümninki o'ylaganlarimni so'zlagan bir qismi ekan deb o'ylasanglar bo'ladi. Keyingi avlodlar aman bir kuni bizniki izlerimizni qilayotgan ishlarimizni to'rda bo'layotgan ishlarni aman ko'radi. Tadqiq qiladi, izindi shundaqla shundaq tarixninki shundaq bir chog'larga kelgan chog'da masalan balkim 100 yillardan keyin bizniki keyingi avlodlar hozirgi Uyg'ur Holocaustga oid bir narsalarni nima qilgan chog'da shu bizniki ishlayotgan guvohlik videolarimiz hamda Uyg'ur jamoatining ichidagi bo'layotgan ishlarni tushunish tariqasida meniki ishlagan shundaq videolarimni şu tarixniki bir süptede saqlanib qolsin. Mayli men keyin qandaq hozir sizlar qandaq pozitsiyada bo'linglar. Men faqat o'zimning o'ylig'imni o'tirib chiqib so'zlagan bo'ldim. Balki Abdurrahim Tilayshub o'tkir she'ridagidek topqusi bu izni bir kun navrimiz yo avrimiz degandek shular baho berdi bizga. O'ylaganlarimizniki qandag'iniki qaysi yo'lda qaysi to'g'ri degandeklarni so'z aytganlarim shunchalik tugidamizlar ko'pchilik omon bo'linglar. Atki live streamda ko'rishaylik. Meniki YouTube kanalimda bundan keyin texmo davomliq ko'plagan mazmunlar chiqadi. 11-ayning 3-chi kuni nima ishqib oldimizga shunday siyosiy cho'ng siyosiy faoliyat va siyosiy o'zgarishlarning hammasini masalan shu intizorniki naq maydon qilib tarqatayotgannikiga o'xshash bizniki bir uyg'urcha programmamiz bo'lgan deb oldimizda Amerikaniki saylamniki naq maydonni uyg'urcha tarjima qilib bevosita naq maydonni tarqatmoqchi. Shunday planlarimiz bor. Kundalik xabarlar, kundalik o'zimizniki shunaqa shu bir ishlarga tutgan bo'lsangiz, bo'layotgan ishlar degandek shu kanalimni o'zaro fikr almashtiradigan, xabar beradigan, shu naq maydon siyosiy shunaqa faoliyatlarni naq maydondan Uyg'ur tilida taqdirdan qilib shunaqa bir shu kanal qilmoqchi. Mayli yoqtirmasanglar qiziqadigan temalarga qiziqadigan bo'lsanglar meni yoqtirmasanglarmi bu kanalninki mazmunlariga qarata shu bir narsani bilib turay deb shu bir avval qilinglar demoqchi shu. Undan bo'lsa keyingi videolarimda ko'rishaylik. Amon bo'linglar. Savollar bo'lsa men maxsus ayrim yana bir video qilib ishlay inkaslarga buguncha shundoq turib turay. Amon bo'lsin vaqt munosabati bilan 1 soat 30 minut. Xo'sh.